Assalomu alaykum hurmatli xonimlar, janoblar, traderlar, sizlar bilan Sarkor. Bugun biz aprel oyini to'liq hisobot tayyorlashga, qancha foyda va zararda ekanligimiz, qancha pul yechganimizni barchasini batafsil sizlarga yoritib o'tishga harakat qilamiz. Bugun 1-may, aprel oyi tugadi. Hamma davlat ishxonalarida ishlaydigan jamiki kasb vakillari o'zini oyligini oldi va bugun aynan biz ham o'zimizni oyligimizni aprel oyida qancha savdo qilganimizni ko'rib chiqishga qaror qildik. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda hisobni realligini tekshiramiz. Bu ikkita hisobimiz, ikkovi ham real. Allohga shukr. Birinchisi $627, ikkinchisi $1730lik shot. Ikkovini ham hisobot tayyorlashga harakat qilaman. Birinchi $600lik shotni ko'rib chiqamiz. Aprel oyining oxirgi haftasidan boshlayman, chunki bu hamma uchun qiziq. Mana marhamat. Aprel oyining oxirgi haftasidan to bugungacha bo'lgan bir haftada $256 pul savdo qilingan, $271 pul yechilgan. Endi aprel oyini to'liq ko'rsataman. 1-apreldan to 30-aprelgacha $1131 savdo qilingan, $2000 pul yechilgan. Bu nimani hisobiga? Balansimiz aprel oyini boshlanishida $800 edi. Pul yechilgan, kiritilgan, shuning evaziga $2074 pul yechilgan deb ko'rsatyapti. Lekin foydani barchasini yechganmiz mana. Snati и оборот hammasi ko'rsatilgan. Endi lotlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, aprel oyidagi birinchi boshlanish zarar, qo'rqmanglar, hammasi nazoratim ostida. Trader har doim foyda qilmaydi. Traderda albatta stop degan narsa ham bor, yo'q emas. Operatsiyalar ko'p, shuning uchun lotlarni ko'ryapsizlar, hammasi 001. Zararlarni yashirayotganim yo'q. Mana balans -10, bular yechilganlari. Mana marhamat, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Balans $300 yechilgan, o'rtaga yechib ketaverganman. Bular zarar bilan yopilgan savdolar, tan olaman. Endi har bitta zarar bilan yopilgan savdolarni tahlil qilishga na vaqt yetadi, na meni esimda yo'q. Chunki ertalabdan kechgacha savdoda odam miyasi aynib ketadi unda. Demak, ko'rdingizlar, esinglarda bo'lsa, $600lik shot, bu $570 bilan boshlangan shot edi. 1-fevraldan, ya'ni fevral oyidan boshlangan. Kelinglar, men fevral oyini o'zini ham sizlarga hisobot sifatida birato'la fevral, mart, aprel to'liq 3 oylik, kelinglar, yanvarni ham, yanvar, fevral, mart, aprel to'liq 4 oylik hisobotni ham birato'la ko'rsataman. Yanvarga o'tamiz. 1-yanvardan to hozirgacha qancha pul ishlaganmiz? Mayli, kelinglar. Mayni olmayman. Mana marhamat, o'sha $570lik shotimiz, pul kiritilgan, masalan, ortiqcha summam bo'lsa, yana qaytib kiritganman. Bu shotdan razgon qilish uchun pul yechganman, yana razgon bilan ko'tarib kiritganman shunga. Shuning evaziga depozit $2000 deb ko'rsatyapti, lekin aslida bu $2000 pul solinmagan. Pribel 2449, foyda yechilgani $3900. Bu oyiga $1000 dan to'g'ri keladi. Ya'ni bizani ishimizda, bizani sohamizda oyligimiz $1000 desak xato bo'lmaydi. Bu $600lik shotimiz. Savdolarni hammasini ko'rishlaringiz mumkin. Lotlarni hammasi 001, minimalroq lot. Ishonchli joylarda 005 yoki 010 olingan albatta. Ora-orada doim foyda bo'lmagan, zarar ham bor. Mana marhamat, zararlarni ko'rsa, keyin aytib yurmanglar, zararlarni yashirib faqat foydani ko'rsatadi deb. Men unaqa gnida bo'lamasman. Foydani foyda, zararni zarar. Mana to'xtatib 001 da stop olinganlarimni hammasini ko'rsataman. Foydani ham ko'rsataman. Marhamat. Mana savdo operatsiyalari albatta juda ko'p. Mana bu eng shirali joyi, men yaxshi ko'rgan joy. Wow. Yoqmasa ham baribir zararni ham tan olish kerak. Mana bular esimdan chiqib ketgan, yo stop qo'yish, yo vaqtim bo'lmagan, shuning evaziga. Demak, ko'rdinglar, xonimlar, janoblar. Endi bu birinchi shotimiz $600lik shot. Endi ikkinchi shotga o'tamiz. Bu $1730lik shot. $1730lik shotimizda
Bu 1,5 ming dollarlik shot, 1,5 ming dollarda boshlangan shot edi. 2000 dollar solingan, 500 dollar o'sha paytda o'ziga yechilgan, undan tashqari 1,5 ming dollar bilan savdo qilingan. Ya'ni buni boshlanishi aprelning 20-25-siga to'g'ri keladi menimcha. Qachon xo'p, aytaylik 1-apreldan to 1-maygacha общий среднийga olamiz. Hali 2 hafta bo'lgani yo'q bu shotni olganimga, bu sherikchilikda boshlangan shot. Nimaga ko'rsatmadi? Xo'p, 23-apreldan dekabrdamiz u. 1 minut. 1-apreldan to 1-mayga qadar. Ko'ryapsizlar? 1,5 ming dollar pul solingan bunga. Bu pul yechilgan, kiritilgan, shuni evaziga 3100 dollar ko'rsatyapti, lekin aslida unday emas. Sinat yechilgani 2130 dollar pul yechilgan. Bu ham nima emas, ya'ni yechilgan, kiritilganligi evaziga. Bizga muhimi pre-bill, ya'ni bir haftaning ichida 1,5 ming dollarlik shotimizda 3109 dollar pul 523 dollar pul pre-bill bo'lgan, savdo bo'lgan. Lotlarni ko'rishlaringiz mumkin. Daji 1,5 ming dollarlik shotda ham menda lot katta bo'lmagan. Shunaqa gap. Mana marhamat, ko'rishlaringiz mumkin hammasida. Mana balansi 100 dollar yechilgan. Hozir ham yechishga zaявка berdim. Videoni boshida 1730 dollarlik ko'rsatilgan shotda hozir 1,5 ming deb ko'rsatyapti. Mana 232 dollar hozir pul yechishga zaявка berganman. Chiqib tushdi. Ya'ni 1,5 ming dollarlik shotimizda 523 dollar savdo bo'lgan. Bu yaxshi natija, yomon emas. Albatta hammaga take profit doim nasib qilsin. Xudo xolasa keyingi haftada aynan ikkita shotimizni o'zgarishini ko'ramiz. Men shotda pul saqlamayman. O'zimning xarajatlarimga, o'zimning yurish turishimga, oilamga, tirikchiligimga yoki sherikchilikda boshlayotgan ishda sheriklarimga berib boraman. Shuni evaziga menda standart 500 ga 1,5 ming dollar pulim doimiy ravishda o'zimning oborotimga qolsa bo'ldi. Sizlarga ham shuni maslahat beraman. Foyda qilib riskingizni kontrol qila olmasdan bor foydani bergandan ko'ra har haftalik savdoyingizni pulni yechib olganingiz ma'qul. Hali savdoyimiz uchun yana bir kun bor. Juma kun bu sal opasroq kun. Shuning uchun men bir kun oldin videoni taqqalashga qaror qildim. Hammaga omad.